Assalomu alaykum mister va miss obunachalarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamaysizlarmi? Xo'p, bugun sizlarga juda ham bir qiziqarli mavzu, ko'pchilikni qiynab kelayotgan va qiynaydigan savollardan biri bepushtlik haqida gaplashib o'tamiz. Endi nima uchun bu videoni olmoqchiman? Mani ko'rgimga juda ko'p bemorlar kelishadi, ya'ni 3 yil, 5 yil, 10 yillar vaqtni o'tkazib yuborishadi. O'z boshimchalik bilan davolanishadi yoki bo'lmasa do'stini yoki bo'lmasa qo'shnisini qilgan litseniyasiga asosan litseniya qilishadi yoki internetdan yoki shunga o'xshagan bir sotsial saytlardan nimalarni topib turib dorilarni olib ichishadi. Bu holatda nima bo'ladi bilasizmi? Sababini topmasdan turib litseniya qilishda bu oddiy misol. Teshik paqiriga suv solsangiz nima bo'ladi? Suv turmaydi-ku, to'g'rimi? Siz ham hozir shu narsani qilyapsiz. Ya'ni sababini topmasdan turib bepushtlikni dori ichyapsiz. Bu hech qanday ta'sir qilmaydi. Masalan, mana shu paqirni teshik qayerdaligini topib, mana shuni yamab, keyin suv solsangiz turadi, to'g'rimi? Organizm ham shunaqa. Qayerda muammo bo'lyapti? Nima sababdan soni tushib ketdi? Nima sababdan sifati tushib ketdi yoki harakati tushib ketdi? Shuni topib, shuni to'g'rilasagina bu muammoni to'g'rilasa bo'ladi. Bo'lmasa vaqtingiz o'tib ketaveradi. Vaqt beshafqat. Ko'zingizni yumdingiz, ochdingiz, bir kun o'tadi, 2 kun o'tadi, vaqt o'tib ketaveradi. Endi men nima demoqchiman? Sizlarga bu videoni olishdan maqsad bepushtlikning nima sabablardan kelib chiqishi, uni qanday qilib tekshirish kerak, uni mexanizmi qanday, uni qanday qilib davolash kerak va buni kim davolaydi? Shu haqida qisqacha sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Shtobi bilishlaringiz uchun qanday qilib davolanish kerakligini. Qanday bo'lmasa, ketdik. Bo'lmasa, erkaklar bepushtligini birinchi navbatda sababini tushuntiraman. Sababi juda ko'p. Ko'pchilik o'ylaydi, bitta varikatsiyali bo'lishi mumkin deb. Yo'q, to'g'ri, varikatsiyali ham bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Mana shu varikatsiyalini tushuntirib o'tib ketaylik. O'zi bu nimaga ta'sir qiladi? Mana, urug'donlar venalarining kengayishi bu haroratni oshirib yuborishini olib keladi. Harorat oshib ketadigan bo'lsa, spermatozoidlarning sifati, ya'ni morfologiyasi tushib ketadi. Endi, xo'p, shunda varikatsiyali aniqlandi doktor bizada, operatsiya qilish kerakmi shuni degan savol tug'iladi. Yo'q, hamma ham varikatsiyani operatsiya qilish kerak emas. Buni o'zining ko'rsatmalari bor. Masalan, birinchi navbatda 3-chi yoki 2-chi daraja varikatsiyali bo'lsa, yoki bo'lmasa testosteron tushib ketgan bo'lsa, moyak razmerlari kichraygan bo'lsa, spermatozoidlarning sifati tushib ketgan bo'lsa, 1 yil davomida farzand bo'lmay turgan bo'lsa, ana bunda o'sha aytib o'tgan ko'rsatmalardan 3si bo'lsa, ana shunda operatsiya qilish kerak. Kamida 3si bo'lishi kerak, shunda operatsiya qilinadi. Bo'lmasa varikatsiyali bo'ldi degani operatsiya qilish kerak degani emas. Xo'p, keyingi infeksiyalar. Albatta, infeksiya va yaralanishlar juda katta rol o'ynaydi. Bu prostatit, epididimit, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, bular hammasi spermatozoidlarga salbiy ta'sir qiladi va ularning sonini, harakatini tushirib berishi mumkin. Keyingisi eng keraklardan biri bu gormonal o'zgarishlar. Gormonal o'zgarishlarga yana to'xtalishamiz, shundan tushuntirib o'tib ketaman. Testosteron pastligi, ayollar gormoni oshib ketishi, prolaktin oshib ketishi, FSG, LG gormonlari o'zgarib ketishi, qalqonsimon bezdagi muammolar, bular hammasi sizda gormon o'zgarishlar olib kelishi mumkin va spermatozoidlarning sonini, harakatini, sifatini ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, keyingisi bu issiqlik. Endi men ko'p aytaman, ya'ni parnoylarga, saunalarga kam bor. Bu moyakni qizdirib yuboradi. O'zi Alloh taolo bizani shunday yaratganki, moyaklarimiz tanadan tashqarida joylashgan. Shuning uchun ham bu moyak zo'r ishlaydi. Masalan, tana harorati 36.6 bo'lsa, moyaklarda bu 2-3 gradus kam bo'ladi. Shuning uchun ham moyaklar zo'r ishlaydi. Agar u issiqda qolib ketadigan bo'lsa, ko'p parnoyga boradigan bo'lsangiz, bu spermatozoidlarning sonini kamaytirib yuborishi mumkin. Eng kerakli sabablardan biri bu zararli odatlar. Ya'ni o'zingizni o'zingiz qilishingiz. Bu chekish, alkogol, narkotik vositalar, bular spermatozoidlarning DNK fragmentatsiyasini shikastlab qo'yishi mumkin. Ko'p ayol kishilar keladi, aytadi, bizada 3 haftalikda, 4 haftalikda, 7-8, ya'ni 3 oygacha bola rivojlanmay qoldi, keyin oldirib tashladik deydi. Buni sababi mana shu DNK fragmentatsiyaning buzilishi hisobiga bo'ladi. Shuning uchun ham bilib qo'ying, agar 3 oylikgacha bola rivojlanmay qolsa, ya'ni homila rivojlanmay qolsa, birinchi navbatda erkakni tekshirish kerak, ya'ni DNK fragmentatsiyasini tekshirish kerak bo'ladi. Keyingisi albatta semizlik va noto'g'ri ovqatlanish. Oddiy misol, mana semirib ketdingiz, qorin chiqib ketdi. Qorin chiqib ketgandan keyin sizda ayollik gormoni oshib ketib, erkaklik gormoni, testosteron gormoni tushib ketadi. Bu esa albatta yana spermatozoidlarga ta'sir qiladi va oksidativ stressga olib kelishi mumkin. Hozir mana sabablarni ko'rib chiqdingizlar. Endi
Buni o'zi keyingi bepushtlikni turlariga va tashxislashga va davolashga o'tishdan oldin tushuntiradigan joyim bor. Ya'ni mexanizmi, spermatozoidlar qanday paydo bo'ladi. Bu ana mexanizmini tushuntirib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi, bular albatta bilasizlar, moyakda ishlab chiqiladi. Bu zavod bu. Spermatogonidan birlamchi spermatotitlar, ikkilamchi spermatotitlar, spermatid va spermatozoidlar hosil bo'ladi. Endi bu jarayonga nimalar ta'sir qiladi va nimalar boshqaradi? Buni hozir tushuntirib o'taman. Aytib o'tganimdek, zavod, moyaklarimiz, bularda kletki sertoli va kletki Leydiga bor. Ya'ni Leydi hujayralar va sertoli hujayralar. Sertoli hujayralarda spermatozoidlar ishlab chiqiladi. Leydi hujayralarida esa testosteron ishlab chiqiladi. Endi tushuntiramiz. Eng birinchi boshqaradigan joy bu miyamiz. Bu yerda gipotalamus bor va gipofiz bor. Bu gormonlar moyakni boshqaradi. Ya'ni gipotalamus gipofizga signal yuboradi. Gipofiz esa o'zidan gormonlar ishlab chiqiladi. Ya'ni FSG va LG gormonlarini, follicular stimulation va luteinization gormonlar. FSG sertoli hujayralarga ta'sir qilib, moyakdagi bu yerda spermatozoidlarni ishlab chiqarishni boshlab yuboradi. LG esa Leydi hujayralarga ta'sir qilib, testosteronni ishlab chiqarishni boshqaradi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, FSG va LG bular direktor, zavodning direktorlari, bu zavod, testosteron esa bu zam direktor hisoblanadi. Mana oddiy mexanizmi. Qaysidir bir joyida muammo bo'lsa, sizda spermatozoidlar soni tushib ketadi, harakati sifati tushib ketishi mumkin. Buni sizdan chiqazmaydi. Endi bepushtlikning turlari juda ko'p. Endi bu yerda obstruktiv va non-obstruktiv azospermiyani aytib o'tgan. Men aytib o'tadigan narsam yana soni, ya'ni oligozospermiya, harakati astenozospermiya, teratozospermiya sifati tushib ketish holatlari bo'ladi. Endi bu holatga yana to'xtalib o'tamiz. Hozir masalaga bu yerda azospermiyani tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni spermatozoidlar nol bo'ladi. Ya'ni bitta ham spermatozoid topilmaydi. Obstruktiv turi bo'ladi va non-obstruktiv turi bo'ladi. Mana oddiy misol. Hozir bu yerda ko'rsatib o'taman. Mana bu moyakda. Moyakda bilasizlar, boyaga aytganimdek zavod bunda spermatozoid ishlab chiqilib, asta mana shu sperma chiqadigan yo'l bilan o'tib, vezikula beziga o'tib, prostata orqali o'tib, jins holatdan chiqib ketadi, tashqariga chiqib ketadi. Tashqariga chiqib ketishi kerak. Bu norma holatda. Endi obstruktiv bo'ladigan bo'lsa, zavodning ichida spermatozoidlar ishlab chiqiladi. Bu yerdan tashqariga o'ta olmaydi, chiqa olmaydi. Ya'ni yo'l berkilib qo'ygan. Buning sababi juda va juda ko'p. Xo'p, endi non-obstruktiv bor. Bunda mana shu zavod kichraygan bo'ladi, kichrayib ketgan bo'ladi, zavod ishlamaydi. Yoki kichramagan bo'lsa ham zavod ishlamaydi. Travmadan keyin yoki bo'lmasa infeksion kasalliklardan keyin yoki tug'ma bo'lishi mumkin, genetik kasalliklar hisobiga bo'lishi mumkin. Keyin boyagi obstruktivni aytib o'tib ketishim kerak ekan. Chujuyga borib, ko'cha ayollar bilan aloqa qilib, infeksiya yuqtirib, uchida yiring oqizib yurib, chala davolagan yoki davolamagan bemorlarimizda ham obstruktiv bo'lishi mumkin. Ya'ni bu infeksiya o'tib, kerak bo'lsa mana shu yo'llarni tiqib tashlashi mumkin. Keyin tamom, spermatozoidlar chiqmaydi. Albatta shuning uchun chujurlarga bormayman. Har safar aytaman, bormang bunaqa narsalarga. Bu sizni hayotingizga bolta urib qo'yishi mumkin. Xo'p, buni tushuntirdim. Endi xo'p, tashxislashga keladigan bo'lsak va davolash. Endi bu yerda birinchi navbatda biza spermogramma analizini topshirib turamiz. Spermogramma analizida men ko'p tushuntirganman, yana tushuntiraman. Soni, harakati va sifati Kruger bo'yicha morfologiyasini ham ko'rishimiz shart. Shundagina biza baholashimiz mumkin. Erkak kishida muammo bormi yoki yo'qmi deb. Endi spermogramma nimaga 2 marta yozib qo'ygan? 2 marta emas, даже 3 marta. Agar umringiz davomida birinchi marta topshirayotgan bo'lsangiz. Endi spermogrammani yaxshilab eshitinglar. 3-5 kun saqlanib topshirish kerak bo'ladi. 3 kun yoki 5 kun spermatozoid chiqmagan bo'lishi kerak. Yana bitta jihatini bilib qo'yishingiz kerak. Spermogrammani tekshirishda Mahler kamerasida ko'rish kerak bo'ladi. Bunda sonashda va harakatlarni bilishda eng zo'r yo'li shu Mahler kamerada standart bo'yicha tekshirish kerak bo'ladi. Endi bu yerda gormon analizlari albatta agar spermogrammada muammo chiqadigan bo'lsa, gormonlarni ham ko'rish kerak bo'ladi. Bu individual bo'ladi. Hammada bir xil gormonlar ko'rilmaydi. Siz bilan gaplashib ko'ramiz, shikoyatlaringizni eshitamiz, savol javob bo'ladi. Shunga qarab turib gormonlar yozib beriladi. Endi UZI albatta moyaklarni biza mana shu zavodning holatini ko'rishimiz kerak. Razmeri qanday, kichkinami, kattami,
bunga kelib turgan qon tomirlari qanday, buni albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Endi zarur holatlarda agar sizda 0 bo'ladigan bo'lsa, biz albatta genetikani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi davolashga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda mana shu diagnostikada qayerdan muammo bo'lyapti? Gormondami, mayakdami yoki bo'lmasa boshqa narsadami, infeksiyadami, yallig'lanishdami, noto'g'ri hayot tarzidami, shunga qarab turib biz buni to'g'rilasak, dori-darmon bilan, agar varikatsiyali bo'lsa, uni operatsiya qilib buni davolash kerak bo'ladi. Endi bu yog'ini keyin tushuntiraman. Mana obstruktiv agar 0 bo'ladigan bo'lsa, biz albatta mayakdan biz spermatozoid qidirishimiz kerak bo'ladi. Mikroteziya, mikroteziya operatsiyalari bilan albatta buni qilish kerak bo'ladi. Endi buni hali keyinchalik to'liq tushuntirib o'tamiz. Keyin bunday spermatozoid topiladigan bo'lsa, ECO-XY amaliyoti o'tkaziladi. Xo'p, endi meni sizlarga tavsiyalarim, hurmatli erkaklar, agar spermatozoidlaringiz, spermogrammangiz zo'r bo'lishini xohlasangiz, homilador qilishda muammo bo'lishini xohlamasangiz, mana shu tavsiyalarga rioya qilishingiz kerak. Muntazam jismoniy faollik. Kuniga kamida 30-40 daqiqa yuring. Albatta bu kerak. Sog'lom vaznni saqlash. Ortiqcha vazn boya aytdim, testosteronni kamaytirib yuboradi. To'g'ri ovqatlanish, yetarlicha uyqu. Ya'ni yetarlicha uyqu kamida kuniga 7-8 soat uxlash kerak. Uzog'i 10 atrofida uxlasangiz, bu yanada zo'r bo'ladi. Ichish chekishni tashlaysiz, yetarlicha suv iste'mol qilasiz. Vaqtida tekshiruvlardan o'tib turish kerak. Qachon uylanmagan bo'lsangiz, kamida 3, 4, 5 oy oldin kelib tekshiruvlardan o'ting. Shunda muammongiz bo'lsa, buni davolash imkoniyati yuqori bo'ladi. Xo'p, eng muhim xulosalar. Bepushtlikni davolalasak bo'ladi va buning uchun boyagi aytganimdek o'z vaqtida kelib tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi. Erta tashxis qo'yib buni davolasak, ya'ni muvaffaqiyatga erishishimiz tezroq bo'ladi. Endi bu mexanizm bu hammada bir xil bo'ladi degani emas, lekin mana shu общий mexanizmni tushuntirdim. Bu sabablari har kimda har xil bo'lishi mumkin. Bu degani individualni yondashish kerak har kimga. Internetda ko'rib turib dori olib ichadigan bo'lsangiz, hammaga ta'sir qilyapti, menga ham ta'sir qiladi degani emas. Buni sizdan chiqazmanglar. Albatta vaqtni boy bermang va tekshiruvlardan o'ting. Agar muammongiz bo'lsa, albatta buni davolasak bo'ladi. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga kattakon rahmat.